Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu masjid oti nima, hoji buva? Bo'ston masjidi. Bo'ston masjidi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Salomat. Ismingiz nima, hoji buva? Muhammad Rasul. Muhammad. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men hozir qayerdan keldim? Jango'noq. Yo'q. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bu Qirg'izistonning No'xat degan joyiga keldik. Mashallah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hoji buva, bu yoq qayoq? Yangi sahoba azizlar deydi. Sizdimi? Allah taolo mana shularga ziyorat degan joylarga keldik. Mana shu buyoqqa Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu qayoq masjid? Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana Qozog'istondamiz. Mana bir assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Какой город? Номер, город номер chi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana men shu tomonga mana ketyapman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu shahar nima shahar? Qaysi shahardanman hozir? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana men keldik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana masjiddan 5-namozni o'qib kelsak, bir imomi hoji buvaga uchrab. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana do'stim, xudo xolasa shu odam shu yerga chap keldi. Mana shu yerdan. Aslan. Qayerga ketyapmiz? Tekshiruv. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Qozog'iston mashinalar mana tekshiruv ketyapti. Alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men mana bozordan avtobusdan tomon yo'lda ketyapsam,